Odam bolasi borki, jannati yoki do'zaxi ekanligi aniq. Taqdiriga yozilgan. Shunda sahobalar aytishdiki, "Ya Rasululloh, falima na'malu afala nattakil?" Unda nima qilamiz amal qilib? Taqdirda yozilgan narsaga suyanib o'tira olmaymizmi deyishdi. Bir odam Alloh taolo do'zaxi deb yozgan bo'lsa, har qancha jannatiy amalda qilsin, baribir do'zaxga tushsa. Yoki jannatiy deb yozilgan bo'lsa, har qancha do'zaxiy amalni qilgan bo'lsa, jannatga kiradigan bo'lsa, peshanaga yozilgan bo'lsa, nima qilamiz uni amal qilib deyishdi. Rasululloh aytdilar, "La i'malu." Unday emas, amal qilinglar. Fa kullun muyassarun lima xuliqa lah. Amal qilinglar. Bas har bir kimsa u uchun yaralgan narsaga muyassar qilinadi deb ushbu oyatlarni tilovat qildilar. Fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Har bitta odam onasining qornida 121 kunga to'lganda farishta kelib 4 ta narsani yozadi taqdiriga. Rizqini, ajalini, amalini va baxtsiz bo'lishini, ya'ni jannatda do'zaxda bo'lishini. Onasining qornida yozib qo'yilgan. Birinchi ikkitasi hukm bo'lib yozilgan. Keyingi ikkitasi vasf bo'lib yozilgan. Rizqi bilan ajali hukm bo'lib yozilgan. Shunday bo'lsin dedi Alloh. Bu hukm, banda bunga hech qanaqa o'zgartirish kirita olmaydi. Endi ikkinchi qismi qiladigan, hayotda qiladigan ishlari va baxtsiz bo'lishi. Bu vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni o'zini ixtiyori bilan o'zini qiladigan amallari bilan degan. Binobarin jannatli do'zaxi bo'ladi dedi. Ya'ni banda o'zi tanlab qiladi shu ishni. Alloh bandasini dunyoga kirgizmasdan turib, g'ayb olamida turganda dunyoga kirsa nima ishlarni ixtiyori bilan qilishligini oldindan bilib qo'ygan va shuni yozib qo'ygan. Shuning uchun siz birinchi ikkitasiga javobgar bo'lmaysiz, keyingi ikkitasiga javobgar bo'lasiz. Endi shuni qilmaslik ixtiyoringizda. Agar siz jannatiy bo'lsangiz, jannatga olib boradigan ishlarni qilishingiz oson bo'ladi.